17, 18, 19, 20. Nima bu? 200 so'm. Mana o'ynaymiz. Mana bu bola. Yo, yaqinlar bizda Yakkasaroydamizda, Yakkasaroyda qanaqadir chastni maktab bor ekan. O'sha maktabda o'quvchilari bilan olmoqchimiz. Bolalar aylama 1 minut endi boringlar. Qaranglar, sizlarga tushuntiraman. 1 dan 100 gacha nima bitta sonib talisizlar, men pul tarqatib yuboraman prosta. Omadinglarni sinab ko'ringlar. 100 dollar pul ham bor. 3 tarafdan sanaladi. Nechida talisizlar? 70 ta tanladilar, ukam. Ketdi, mana shu tarafdan sanaladi, ketdi. Evet. 69 da 100 dollar, 69, 70, gap yo'q, pochcha 100 ming so'm pul bilan boshlab ukamizga beramiz. 12 deganlar bormi? 10 ni tanladi, lesh tarafdan sanaladi, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ukamga 10 ming so'm pul yutib chiqdi. 2 ni tanladilar, yesha tanlab ketaverasiz. Qara, endi tanlay mana, endi tanlay ishlarida sanadi. Farqi yo'q. 20 ni tanladilar, qani go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nima bu? 200 ming so'm. Mana o'ynaymiz. Mana bu bola. 50 ni tanladilar, qani go. 1, 2, 3. 40, 41 da 100 dollar, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ukamga 5 ming so'm pul yutib. Seni necha? 21 tanladilar, uni aralashtirib tashladik. Xolis yana uni tanladi. Necha tanladi? 21 tanladilar. Qani go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sinimga 50 ming so'm pul yutib chiqdi. Necha? 35 ni tanladilar siz. Ukamizda qaytadan tanlay qolasiz. 35 tanladilar. Qani go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 100 dollar. 35 2 so'm nima bu? Ko'rdinglar, o'yinimizda vapshim qiziq, obuna bo'linglar. Podpiska bo'lganda bo'lsa, podpiska bo'lganmidingiz? Podpiska bo'lganingiz uchun, podpiska bo'lganlar uchun 10 ming so'm pul yutib. Ko'rasizlar, yaqinlar o'yinimizda vapshim qiziq, obuna bo'linglar.